Ko'ngli bo'shlar va Apple'chilar ko'rish taqiqlanadi. Yaqinroq kelamiz. Birinchi iPhone smartfonni yangi pochka ochiladi. Bu bloger biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Kommentda yozib qo'yaman. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Oldin mashinalarni mana shunaqa banglatardi. Endi bo'lsa telefonlarga yaxshi tesholmadi. Lekin oldi tarafi bilan komment yozishingiz mumkin. Orqa taraf bunaqa qilganda tesholmas edi. Bu yoq orqasi bilanmi, yoni bilanmi farqi yo'q. Udar uryapti, teshyapti. Endi iPadga gal keldi. iPad ham yangi. Orqasini qo'ysa yaxshi bo'lardi, lekin 1 2 3 mana displeyini yorib yubordi. Tutab ham ketdi. Batareykasini nozik tomoniga tegdi shekilli. Qo'rqib ketdingmi yonadi deb. Faqat yonmaydi, tutamaydi, portlaydi ham. Endi MacBook'ni ochib yangi pochkada, ya'ni eski narsani qilyapti deb o'ylashmasin, tutanishidan qo'rqib ketdi. Faqat tutamaydi, yonib portlashi ham mumkin. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Endi qimmatbaho MacBook'ga gal keldi. MacBook ochmasdan ham qilsa bo'lardi. Yaramas. Yurakni sindiradigan ishlar qilyapti. 1 2 bos. Teshvordi. Eng oson teshilgan MacBook bo'ldi. Ko'rdinglar, MacBook 1 deganda teshilib ketdi. Chunki juda ham oddiy mexanizmni joyiga uryapti. Va qop-qop yopib bo'lgan. Mana qiynaldi. Birinchi safar teshmagan ekan-a? Demak, MacBook unchalik oson teshilmadi. Lekin ularni ham mana dabdalasini chiqarib aylantirib tashadi.